Birinchi o'rinda turnikdan boshlaymiz akalar. Umuman tortinishni bilmayapsizmi? 2 dona tortinyapsizmi? 3 dona tortinyapsizmi? Bu vaqtinchaligini his qiling. Turnik tortinish uchun, ko'p turnik tortish uchun nima qilish kerak degan savol. Ko'proq turnik tortinish kerak. Har kuni chiqib siz turnik tortinishingiz lozim bo'ladi. Buning uchun nima qilasiz? Tizimli ravishda mashg'ulotlarni tuzib olishingiz kerak. Mana bu videoni ko'ring. Shu videoda azizlar men butun boshli mashg'ulotlar tizimi qanaqa bo'lishini aytib o'tganman. Yoki noldan siz tortina olmayapsizmi? Bunda ham mana bu videoga o'tib tomosha qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Turnik tortinishni o'rgatganmiz. Endi esa qanday qilib sonini oshirish mumkinligi haqida akalar gaplashamiz. Tasavvur qiling. Siz 5 ta tortinyapsiz. Uni 10 taga olib chiqmoqchisiz. Uning uchun nima qilasiz? Ketdi mana. 3 4 5 kuningizni akalar ajratib olasiz. Masalan, siz 5 ta tortinayotgan bo'lsangiz, 70-80% olib olasiz. Bu degani nima degani? Yoki 3 ta, yoki 4 ta tortinib tushib ketishingiz kerak bo'ladi. Mana men ko'rsatib beraman. 3 ta tortinasiz mana. Siz mana 3 ta tortindingiz. Endi bu degani 80% kuchimizni berdik. 5 ta tortinsak u maksimumimiz. Demak, birinchi o'rinda siz yozib olasiz. Maksimum men 5 dona tortinaman yoki maksimum men 10 ta tortinaman. Undan ortig'iga kuchim yetmaydi deysiz. Va xuddi shu holatda 10 tani maksimumi nechi? 8. 8 tada tushib ketasiz. Tushib ketib, keyingi podxodga dam olib turib 2 minut yoki 45 sekund. Keyingi podxodga o'taverasiz. Asosiy siri shu yerda. Kun davomida ham siz bemalol tortinib yursangiz bo'ladi. Har safar oshxonaga kirganingizda, uyingizda agar turnik bo'lsa yoki qanaqadir boloxonaga kirganingizda, har qanaqa ishlaringiz orasida tortinasiz. 70-80% ga berasiz o'zingizni. Masalan, men 15 ta tortinsam, 13 ta 12 ta tortinaman, tushib ketaman. Shunda siz 10 kundan 1 oygacha shu mashq qilayotgan narsani qilsangiz, soni o'z-o'zidan ortadi. 10 ta tortinayotgan bo'lsangiz, 13 ta 15 ta tortinasiz, 5 ta tortinayotgan bo'lsangiz, 10 ta tortinasiz, va hokazo. Va undan ham boshqa yo'li bor. Orqangizga ryukzak osib olasiz, sumka osib olasiz. Endi mana bu holatda mana ryukzakni olasiz, lekin bu ko'proq tortinadiganlar uchun ishlaydi. Masalan, 10 ta tortinsangiz buni qilsangiz bo'laveradi. Orqangizga ryukzakni taqasiz, 5 kilodan 10 kilogacha vес solasiz va tortinasiz. 3. Demak, bunda ham akalar oltin qoidamiz ishlaydi. Bor kuchingizdan 70-80%ni berasiz xolos. Keyin bo'ldi, tugatib tushib ketasiz. Mana shu holatda sizni turnik tortinishingiz sekin-sekin oshadi. 1 oy muddatda 5 ta tortinayotgan bo'lsa, 8 ta yoki 10 taga bemalol ko'tarib olasiz. Aynan mana bunaqa og'irroq sumka bilan qilsangiz. Bu boshqa mashg'ulotlarga ham ishlaydi. Boshqa videolarimda ko'rishingiz mumkin. Ryukzak bilan juda ham ko'plab ishlar qilish mumkin. Bu bilan masalan gantel o'rnida foydalanish mumkin mana bu holatda. Yelkaga mana bu holatda ishlash mumkin. Har xil. Xullas sizni ijodkorligingizga bog'liq bu narsa. Ketdi. Endi akalar, yugurish haqida mana bu videoni bitta tomosha qiling va undan keyin yana bir ikkita hozir sizga yugurish haqida aynan kalit joylarini aytib o'tib ketaman. Demak, 100 metrga yugurishda nima qilish kerak? Tezkor yugurish uchun. Xo'p, o'zining mashqlari bor. YouTube'ga yozsangiz bo'ladi, Google'ga yozsangiz bo'ladi. Yugurish tezligini oshirish uchun nima qilishim kerak deb ingliz tilida, rus tilida yozasiz. 100 mingta video kelib chiqadi. Shundan foydalanib turib siz yugurish tezligingizni tezlashtirib olsangiz bo'ladi. Yana bir oltin qoida. Kunlik yugurish tezligingizni uzoqroqqa yugurmoqchi bo'lsangiz, 3 kilometr yugurish bor dedik. Adashmasam 12 daqiqa yo'q, 55 soniyada shunaqa reglamenti bor. Harbiyda ham va jismoniy tarbiya o'qishlarida ham. Buni oshirish uchun siz oddiy yugurish kunlarida sekinroq yugurasiz. Mana bu holatda yengil yugurasiz. O'zingizni bor kuchingizni bermaysiz. Xonsirab qolguncha yugurmaysiz bosib. Va shu bilan sizni uzoqqa yugurish masofangiz oshadi. Charchamay qolasiz. Mana shu qoidaga ham amal qiling va 100 metrga tezlikni oshirish uchun har kuni 100 metrga 2 mahal kamida yuguring. Bor kuchingizni berib bosing va shu bilan harbiy o'qishga bo'ladimi, jismoniy fakultet o'qishingizga bo'ladimi, kirib ketasiz. Va nima uchun aynan siz harbiy bo'lmoqchisiz? Nima uchun aynan siz
futbol fakultetiga kirmoqchisiz. Nima uchun aynan siz basketbol yoki umuman sport fakti o'qimoqchisiz? Shuni siz aniq miyangizda tasavvuri bo'lsin. Kimga o'xshamoqchisiz? Ana shunda siz yugurish tezligi ham haligi o'xshamoqchi bo'lgan odamingizga maksimum ravishda o'xshab ketadi. O'zingizdan o'zingiz tortib yuborasiz, tasavvur qiling. Что siz o'sha odamsiz. Masalan, Usayn Bolt tasavvur qilib turib 100 metrga yugursangiz bo'ladi. Hayolingizda ushlab olasiz, Usayn Bolt qanaqa yuguradi? Shuni videolarini ko'ring, qayta ko'rib undan o'rganing. Qo'l harakatlari qanaqa, yugurish qanaqa? Shulardan ko'ring siz o'z-o'zingizdan ko'zgu neyronlar degan narsa bor. Shunga qarab, shunga o'xshash bo'lib ketasiz o'zingizdan. Menda ham xuddi shunaqa, masalan, men o'xshamoqchi bo'lgan sportchi insonlarim bor. Ularni ko'rib turib, turli tortinaman, ajimana qilaman. Va hokazo. Shu bilan bugungi videoyimizga yakun yasasak bo'laveradi. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Doimgidek sizlar bilan Mirzo Fitness bo'ldi. Like, podpiska tashlash esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Va yana nimalar haqida video olishim haqida izohlarda yozib qoldiring. Qani akalar, bo'lmasam bosing.